Ko'paytma va bo'linma 3-misolda. Ko'paytma ikkita ko'paytuvchidan iborat. Agarda ikkinchi ko'paytuvchi 11 bo'lsa, birinchi ko'paytuvchi necha bo'ladi? Ya'ni birinchi ko'paytuvchi x, shuni 11 ga ko'paytirsak, javob 99 bo'ladi. Shuni x ni top degan noma'lumlar. Demak 99 ni 11 ga bo'lib yuboradi. Javob 9 bo'lar ekan. 12-misolda agar ko'paytmadagi birinchi ko'paytuvchi 2 marta, ikkinchisi ko'paytuvchi 4 marta ortsa, ko'paytma necha marta ortadi? Endi mana ikkalasi ham ortib ketadi. Ko'paytma degani ikkita sonni ko'paytirish. Birinchisi 2 marta ortyapti, ikkinchisi 4 marta desa, ikkovini ko'paytirib qo'yamiz, 8 marta ortib ketadi. Faqat bizda savolda bunda so'zini yozmaymiz 8 marta ortadi deb. Sababi kitobning o'zida savolda aytib qo'yibdi, necha marta ortadi deb. Agar qanday o'zgaradi desa so'z bilan yozish kerak. 13 da shunday deb savol bergan mana. 13-sida agar ko'paytmadagi birinchi ko'paytuvchi 18 marta orttirilib, ikkinchi ko'paytma esa 3 marta kamaytirilsa da ko'paytma qanday o'zgaradi? Endi bu 18 marta ortyapti. 3 marta kamaytirilyapti. Bu ortyapti, bu kamayadi. Demak, buni bo'lamiz endi. Javob 6. Endi 6 qanday o'zgaradi desa, katta songa bog'liq. Katta son 18. Katta son 18 da 18 marta orttirilib degan. Demak, bu katta ortgani uchun demak javobda 6 marta ortadi degani. Shunda endi so'zini yozish shart bo'ladi. So'zni yozmasa xato bo'ladi, altini o'zini qo'yib qo'ysa. 14-sida ikkita sonning ko'paytmasi 48 ga teng. Agar sonlarning har biri 2 martadan orttirilsa, yangi ko'paytma nechaga teng bo'ladi? Ikkita sonni ko'paytirdik deb 48 bo'ldi. Ikkita sonni ko'paytirdik. Har biri 2 martadan ortildi degan 48 ni 1 marta, 2 marta ko'paytiramiz 2 ga. Chunki ikkita son bor, har biri orttirib 2 marta 2 ga ko'paytiramiz. 96 192 bo'ladi javob. 15-sida endi jadvalga bizdan so'roqlarni topish kerak. Birinchi mana ayet berilgan. Ayet mana a harfi deb qo'ydik mana. A harfi topish uchun tarozi 3 xil tosh bor, 5 kilolik tosh bor, 2 kilolik, 1 kilolik. Endi ayetning og'irligi deyapti, mana 5 kilolik toshdan 2 ta, demak 5 kere 2 degan. Qo'shamiz 2 kilolik toshdan 4 ta, qo'shamiz 1 kilolik toshdan 1 ta. Mana shu to'g'ri. Demak 18, 19. Demak ayetning og'irligi 19 bo'lar ekan. Endi yo'lbarsning og'irligi 11 kilo. Bu 5 kilolik toshdan bitta qo'yilgan. Qo'shamiz 2 kilolikdan so'roq. Qo'shamiz 1 kilolikdan 2 ta qo'ygan. Javobda ham 11 chiqadi. Shundan so'roq necha deyapti? Ya'ni 5 kilolik bu 5, bu 2 bo'lsa 5 ga 2 7 bo'lib turibdi. Va mana bundan 4 kerak, shunda 11 bo'ladi. Va o'z-o'zidan mana bunga 2 qo'ysak 4 bo'ladi, 11 kilo bo'lib ketadi degan. Keyin sherni bolasi berilgan. O 5 kilolik toshdan so'roq nechtadir bor degani. Qo'shamiz 2 kilolik toshdan 2 ta, qo'shamiz 1 kilolik toshdan 3 ta. Mana shu 12 kilo bo'lishi kerak deyapti. Endi biz mana shuna borlar, birinchi mana 2 ga 2 4, bu 3, 4 ga 3 7 bo'lib turibdi mana ikkalasi. 17 bo'lish uchun yana 10 kerak. Demak, mana ikkalasi 10 bo'lishi kerak. 10 bo'lish uchun 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10. Demak, mana birinchi javob 19, ikkinchisi 2, uchinchisi ham 2 degan. 17-savolda agar bo'luvchi 14 ga, bo'linma 7 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini topinglar. Birinchi bo'linuvchi turadi. X yo'q shu bo'linuvchi. Endi bo'luvchi 14 deyapti. Ya'ni x ni 14 ga bo'lasan, javob bo'linma 7 degan. Ya birinchi bo'linuvchi, bo'linma. Bo'linuvchini top deyapti. Yo'q shu, x qo'yib qo'yapman. Bo'luvchi 14, bo'linma 7 bo'ladi. Endi shu bo'linuvchini top desa, demak 14 bilan 7 ni ko'paytirib qo'yamiz. 98 bo'ladi.
18 dan agar bo'linuvchi 132 ga bo'linma 11 teng bo'lsa, bo'luvchini topinglar. Bo'luvchi o'rtadagisi bo'ladi. Bo'linuvchi birinchidan, birinchidan 132. Shuni x ga bo'lyapti deyapti. Javob 11 bo'lyapti. Ya'ni bo'linuvchi, bo'linma. Har doim bo'linuvchi birinchida turadi. Bo'luvchi o'rtada, bo'linma degan javob degan. Shundan x topish kerak. Endi x o'rtadagi bo'lish kelib qolsa, bo'lishigacha qoladi. Javob 12 bo'ladi. 27 dan bo'linma 7 ga teng. Agar bo'linuvchi 8 marta, bo'luvchi esa 2 marta orttirilsa, hosil bo'lgan yangi bo'linma nechaga tengadi? Boshida deyapti, ikkita sonni bir-biriga bo'lgan, javob 7 bo'lib turgan. Keyin birinchi sonda 8 marta, ikkinchi sonda deyapti 2 marta orttirilsa, javob deyapti nechaga teng bo'ladi? Endi o'zimiz misol tuzib ko'rsak ham bo'ladi. Masalan, nechaga bo'lish kerak? Javob deyapti 7 chiqish kerak. Masalan, xo'p 28 ni bo'laman 4 ga, javob 7 mana. Bitta misol. 14 ni 2 ga bo'lsak ham bo'ladi. Endi shundan mana 28, keyingisi mana birinchi son 28 dedim, ikkinchisi 4 dedim. Birinchi son bo'linuvchi, mana bo'linuvchi 8 marta orttirildi. Bunisi 2 marta orttirildi. Demak 28 ni 8 marta ortish uchun 8 ni ko'paytirish kerak. 8 kere 8 64, 6 da 8 kere 2 16, 22 bo'ladi. Endi buni 2 marta orttirish kerak. Javob 8 bo'ladi. Endi buni qaytadan bo'lib ko'ramiz mana. 224 ni 8 ga bo'ladi. Demak, mana bu 22 ning ichida hop 2 tadan 16 8 28 bo'ladi. Endi bizdan so'raganda aytyapti, yangi bo'limni 28 chiqadi. Bu har qanday misol qo'yib, shu amalni bajarsang, javob har doim to'g'ri chiqadi. Masalan, 14 bilan 2 ni tekshirib ko'rsatamiz. 14 ni 2 ga bo'lamiz 7. Endi mana bu 8 marta orttiramiz. 8 kere 32, 3 4da 11 bo'ladi. Buni 2 marta orttiramiz. 2 kere 2 4. Endi 112 ni 8 ga bo'lsa, 11 ning ichida 4. 2 tadan 38 ni 8. Yana 28 chiqadi. Ya'ni har doim bir xil chiqadi. Bu har doim bir xil chiqadi degani shu misolga har doim to'g'ri tushaveradi. Yo'nalishga nimani son tanlab shu javob lekin birinchi 7 bo'lish kerak, keyin aytgan shartini to'liq bajarsang, javob har doim bir xil chiqaveradi. 28 da bo'linma 24 ga teng. Agar bo'linuvchi 5 marta orttirilib, bo'luvchi esa 4 marta kamaytirilsa, hosil bo'lgan yangi bo'linma nechaga teng bo'ladi? Demak, mana bitta misol. 96 ni 4 ga bo'lsa, mana 24 mana. Bo'linma 24 ga teng bo'ldi deyapti. Bitta son yozdim mana. Shundan bo'linuvchi bu 5 marta orttirilyapti. Bu 4 marta kamaytirilyapti. Men endi bu o'rtaga 4 ga yozganim sabab 2 yozsa bo'ladi. 2 yozsang bu aytgan shartga mos tushmay qoladi. Sababi o'rtadagi sonni 4 marta kamaytiradigan bo'lish kerak. Bunga xohlagan son yozish mumkin. Faqat o'rtadagi son marta kamaytirish degan bo'lish degan. Mana bu 4 ni 4 ga bo'lsa bo'ladi. Bunga 8 ni 4 ni 12 4 ga son yozsa bo'ladi. Lekin bunga xohlaganda mos tushaveradi. Bunda faqat o'rtaga 4 ga bo'linadigan son tanlab ko'ramiz. Buni 5 marta orttiram, 5 ga ko'paytiram. 5 kere 6 30, 3 4da 45 48 480. Buni bo'lamiz 4 ga. Bu 4 marta kamaytirib 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lsak 480 ni keyin 1 ga bo'lamiz 480. Yangi bo'linma degan. Demak 480 chiqadi. Demak yana boshqacha xohlaganda misol tushsalaring, 480 bo'laveradi. Javob shunday. Agar endi bu misol tuzishni bilmasalaring, oddiy ishlasang bo'ladi. Boshida 24 bo'lib turibdi. Birinchidagi son mana 5 marta, keyin deyapti 4 marta kamaytirib, birinchisi 5 marta orttirildi. Keyin 4 marta kamaytirilsa, bu ortsa ortib ketadi, bu kamaysa yana ortib ketadi. Xuddi o'tgan safarda kamayuvchi, ayirmaga o'xshab, bo'linuvchi, bo'linma, bo'linmada bo'linuvchi ortsa, bu ham ortadi. Bo'linuvchi kamaysa, bu ham kamayadi. Endi bu bo'luvchi
kamaysa bu ortadi, bu ortsa bu kamayib ketadi. Fiskal xuddi kamayuvchiga o'xshash. Bunda hammasini ko'paytirib qo'ysang bo'ladi. Mana 24 5 marta orttirib, keyin 4 ga ko'paytirib qo'ysam 480 chiqadi. Baribir 480 bo'ladi. 28. Endi tenglamani mana. 34-tenglama, ya'ni sonning oldida ham harf bilan birga kelib qolyapti. 4x degan demak son bilan harf kelib qolsa orasida ko'paytirish bo'ladi, lekin yozilmaydi. Demak 4x ning o'zi teng 137 dan 45 ta ayiradi. Bu qo'shilgan. 4x turadi. Demak buni ayirsak 2 92 x topish uchun 92 ni 4 ga bo'ladi. 23 degan javob bo'ladi. 36-inchisi 35 ham shunday, 36-inchisi oxirgi. Eng oxirgi tenglamasida. Xo'p, bunda mana qandaydir tenglama bo'lsa ham, aynan shunday bo'lish tenglama bo'lish shart emas. Mana shunday misollar kelsa, birinchi shu amalni bajarish kerak. Ya'ni unga x ning noma'lum narsaning umuman aloqasi yo'q. Shuning uchun birinchi mana 30 ga 7 ni qo'sham 37 bo'ladi. Endi x o'rtada kelib, bo'lish kelib qolyapti. Ya'ni x qavsning ichida o'rta degani bo'lish kelib qoladi, bo'lish bo'lib qoladi. O'rtada turadi 5x + 3 851 ni 37 ga bo'lib oladi. Mana 5x buni bo'lsak, teng 85 ning ichida 2 tadan 74 bo'ladi. 74 bo'lsa 11 23 bo'lardi. Qo'shuvchi bu tomonga ayrılib ketadi. Endi mana 5x teng 20. X topish demak bu ko'paytirish bo'lish bo'lib ketadi. 20 ni bo'lamiz 5 ga. Javob 4.